Bola 7 oylik ekan, asrab qolamiz. Lekin xotiningizni Yana birgamisizlar? Durdona opa, nimaga unaqa deysiz? Biz sizni ko'rgani keldik. Birinchi xotini bilan ajrashib, keyin turmush quradimi? Ajrashmasdan ikkinchi ayol oladimi? Farqi yo'q ekan-a? Birinchi baribir birinchi. Ikkinchi esa ikkinchiligicha qolaverar ekan. Durdona opa, Gapimni bo'lmang. Yana ozgina sabr qilganinglarda hammasi yaxshi bo'lardi-yu. Nimaga endi sizlarni besabrliginglarni deb meni bolam aziyat chekish kerak? Durdona. Begim, sizga bitta haqiqatni aytmasdan keta olmayman. Ularga bor haqiqatni ayting. Begim, shu xonada sizning ikkita farzandingiz bor. Biri 7 oydan beri ota mehrini his qiladi. Ikkinchisi esa deyarli 9 oydan beri ota mehriga zor. Diyorani qornidagi bola. Keshalamga taqdir bitgan, yuragimni abgar etgan, ota begim deya kutgan. Siz o'shamu, siz o'shamu. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bir daqiqa shoshma. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'taynakal kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Shani'aka huval abtar. Bu kitobimiz Qur'oni Karimni o'zlashtira olmayotganlar